İstanbulda elip verilgan Uyghur palvalları çelişiş müsabakası ahırlaştı. 15 ve 16 sentabr Şarkı Türkistan Tantarbiya ve Taraqqiyat Cemiyeti bilen Milletçi Hareket Partisi'nin İstanbul Küçükçekmece Rayon Şöbesi'nin muavin reisi Mustafa Dikkatli Efendi Safaköy'deki Osman Gazi Tantarbiya salonunda Millici Çelişiş müsabakası teşkilledi. Musabaka 15 sentabr tushdan burun saat 11'de başlandı. Musabakaga yüzlerce tamaşibin iştirak qildi. Musabakaga tushadigan mahirlarni badan eg'irligi, yeshi qatorliq omillarga asosan tuvandagi tartib va daraja bo'yicha o'rinlashtirildi. Musabakaga qatnashgan mahirlarning badan eg'irlik o'lchami bo'yicha A guruh 20 kilogramdan 65 kilogramgacha, B guruh 65 kilogramdan 85 kilogramgacha, C guruh 85 kilogramdan yuqori bo'lgan mahirlar bir guruhga qilib o'rinlashtirildi. 15 sentabr tushdan burun saat 11dan 16 sentabr tushgacha guruhlar bo'yicha tanlash musobaqasi elib berildi. 16 sentabr tushdan keyin yerim hal qilg'uch va hal qilg'uch musobaqalar elib berildi. Musobaqada mahirlarning yeshi, badan eg'irligi qatorliq omillarga asosan cho'ng kichik 12 guruhga bo'lingan mahirlar ichidan 12 mahir birinchilikka erishib oltin medalga, 12 mahir ikkinchilik